Uchinchi masalada metalni toping degan ekan. Buning uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Nisbiy molekulyar massa moddaning haqiqiy massasi va u, ya'ni map. Shu yerda yozib qo'ya, u barobar ba'zan kitoblarda, ba'zan emas, har doim kitoblarda map deyiladi. Massa atom birligi. Mana shu formulaga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Haqiqiy massasini aytyapti. 33,2 ko'paygan 10 minus 26 kilogramm. Uning qiymati esa 1,66 ko'paygan 10 minus 27 kilogramm. Bu paytda mana bu 10 darajalarini bir xil qilib olganingiz ma'qul bo'ladi. Keling mana bu 26 ni 27 qilamiz, ya'ni kichraytiramiz. Shunda bu bitta kattalashadi yoki bo'lmasa aks qilamiz. Ahamiyati yo'q. Demak, mana bu yerdan davom ettiramiz. 332 qilsam suratda darajasi 10 minus 27 bo'ladi. Kilogrammda. Mahraji esa o'sha turish qoladi, ya'ni 1,66 ko'paygan 10 minus 27 kilogramm. Shunda demak, standart shaklimizdagi xarakteristika qismi qisqardi. Mana 332 ni 1,66 ga bo'lsangiz 200 chiqadi. Demak, mana shu tuzimizda nisbiy molekulyar massasi 200 ekan. Barobar metal plus uglerodimizning massasi 12, ikkitasiniki 24, kislorodimizning massasi 16, to'rttasiniki 64. 24 ga 64 ni qo'shadigan bo'lsak 88 chiqadi. Demak, metalni topmoqchi bo'lsak, 88 bu yoqqa o'tadi. Shunda ayiradigan bo'lsak 112 barobar metal. Demak, metalimizda nisbiy molekulyar massasi 112. Javob kadmiy.